Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtiring. Men Fayzullaeva Diyora. O'zbekiston Jahon tillari universitetining 2-bosqich talabasiman. Hozir siz bilan qiziqarli o'yin o'ynaymiz. Sizga asardan parcha keltirilgan va siz bu yerdan imloviy xatoliklarni topishingiz kerak bo'ladi. Boshlaylik. Qor parchalari osmondan tushayotganda naqadar toza, pok va beg'ubor bo'ladi. Yerga tushgach esa oyoq osti bo'lib, loyga balchiqqa belanadi va o'z tarovatini yo'qotadi. Xo'p, bu yerda beg'uborda G bo'lib qolgan To'g'ri. va bo'ladida O bo'lib qolgan. O bo'lish kerak edi. To'g'ri. Bo'libda esa O bo'lib qolgan, O bo'lish kerak edi va balchiq emas, balchiq bo'ladi, Q bo'lish kerak. To'g'ri. Va Yana qaysi so'zimiz bor? yo'qotadida O'ni belgilari tushib qolgan. Yana bizda yana bitta xato bor. Qaysi deb o'ylaysiz? Oyoq osti. Ha, to'g'ri. Rahmat ishtirokingiz uchun. Rahmat.